Salom hammaga do'stlar. Sizlar bilan yana men Venera Minecraft do'stlar. Bugun sizlar bilan do'stlar kanalimizdagi ikkinchi videomiz do'stlar. Men sizlarga o'tgan safar videoda va'da bergandim, 10 ta like yig'iladigan bo'lsa, sraz video chiqaraman deb. Sizlar men kutgan natijani qildinglar. 30 ta prosmotr bo'ldi, ya'ni 30 ta odam ko'rdi. 10 ta like bosdinglar, 17 ta kommentariy yozdinglar. Bu juda ham yaxshi natija. Kanalimizga birinchi videomiz shunchalik natija qildi. Endi bo'lsa bu bizning ikkinchi videomiz. Bu videoni boshidan qancha like yig'ishini aytib o'taman do'stlar. Bu videomiz 30 ta like yig'adigan bo'lsa, 3-qism chiqadi do'stlar. Shu bilan 3-qism yakuniy bo'lishi mumkin yoki 4-qism. Ikkitasidan bittasi yakuniy qism bo'ladi. Chunki bu kartadan o'zi ko'plar zerikib qolishi mumkin. Bitta kartada ko'p video olmaymiz do'stlar. Mayli, videoni boshidan eslatib o'taman do'stlar. Kanalimizga like demang uzr. Kanalimizga podpiska bosinglar, obuna bo'linglar. Короче, follow tugmasini bosib qo'yinglar va videoga like bosib chiroyli kommentariy yozib tashlaylar do'stlar. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Ko'rib turganinglardek bizda hozir kechqurun chiqib qolgan. Shuning uchun biz tepaga chiqib olamiz. Hoppali, ana. Oldin ko'p parkur qilganmiz do'stlar. Shuning uchun bizga oson chiqish. Hammasini oldik. Yaxshi. Endi tepadan turib qoqib tashlaymiz hammasini. Do'stlar, biz bularni tez o'ldirishimiz kerak. Bularni kamaytirib tashlamasak bo'lmaydi do'stlar. Kelishini qaranglar. Bitta tegmadi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi o'ch kelchat. Birinchisi tegmadi. 1 2 3 va 4-udar bo'ldi. Deng bo'ldi. Voy, shuncha o'zi qirg'in balo qildik. Bularni tez o'ldirib tashlasa bo'larkan. Katta-kattalarni o'ldirib olamiz birinchi bo'lib, chunki kattalari bizga ancha-muncha minus olib keladi. Deng bo'ldi, o'ldi. Yaxshi pastga tushib oldik do'stlar. Sразу endi biz hozir narsa bo'ladi. Betga kiramiz. Betda narsa yo'q. O'tgan safar o'lib narsalarni yo'qotganimiz juda ham katta minusga ishladi. Wow. Voy, bunga daraxt topish kerak. Daraxt topish uchun biz nima qilamiz do'stlar? Nima qilish mumkin? Menga aytinglar, nima qilsa bo'ladi do'stlar? O'ylashim bo'yicha do'stlar, bizga kirka kerak. Kirka uchun bizga tashqariga chiqib ko'ramiz. Bularni betga qo'yib qo'ymasak, qo'limizga xalal beradi. Kallasiga qoqib qo'yish kerak-da. Yaxshi. Tepaga chiqib oldik. Yaxshi do'stlar. Sразу boshidan udar uramiz. Mana ikkita gigalodonni ham o'ldirish kerak. 3 tami bular? Wow. Bitta senga, bitta senga, bitta senga, bitta senga, bitta senga. Xamirlar magin. Shuncha mehnatim olqosani. Mayli. Har narsani olasan, ana olding narsang. Wow, yana o'zi ikkinchi o'lishimiz. Nega biz mana shu yerdan o'tayotganda xatolik qilib o'tdik? Mayli endi.
nima qolardik. Уже biza portaldan o'tdik do'stlar. Sразу portaldan o'tib nimadir olib kelishimiz kerak. Kichkinagina bo'lgan narsa olib kelaylik o'zimizga foydali bo'lishi kerak faqat. Blok olib kelishimiz kerak. Blok orqali biza o'tib ketamiz. Sразу tepaga chiqib. Voy, tezlash. Kira qol endi portalga. Do'stlar, sizlar juda ham aktiv, yaxshi qolsizlar. Bizda hozircha 7 ta obunachimiz bor do'stlar. Endi mana shu video orqasidan bizga kelish kerak bo'ladigan podpисчиклар sonini aytaman. 20 ta bo'lishimiz kerak. Sразу. Yo'q, 20 ta kamda fa. To'xtanglar, bu yerda cho'chqalardan yo'qsiz bo'lishi kerakligi. Cho'chqali plus bo'ladi. Daraxt buzamiz, daraxt. O'tgan safar tashib ketgan savzimiz. Daraxt shetdan buzib bemalol narsa yasashimiz mumkin do'stlar. Yalan ishlab qolganini qaranglar. Bizda daraxt yo'q deb o'tirdi. Mana shu yerdan endi daraxt olib ketaveramiz. Hozir biz tezgina mana shuni o'zini olib borsak bo'ldi do'stlar. Shundan muammo tugadi. Уже mana 8-blokka buzib oldik. Mana buni ham sindirib olamiz. Bu yerdan buni buzib olamiz. Bu yerdan bu daraxtni buzamiz. Daraxt buzaveramiz to'xtatmasdan. Mana hammasini buzib olishimiz kerak. Bo'la qol hammasi. Shuni endi bastak hozir boshqalarga qolsa bizga qiyin bo'ladi, bildirib qo'yish mumkin. Chunki bizda hozir qilich ham yo'q, hech narsa yo'q. Boshida qilichlarimiz ko'p videoga keladi bo'lsa. 4 ta 5 ta qilich olib bergan, 15 ta yetadi. Mayli, 2 dan ham yetadi hozircha. Yaxshi. Bro, tezlash. Betga hammasini ishlatmaymiz. Mana shularni qo'yamiz. Endi sразу bizga kerak bo'ladi. To'xta, sразу pastga ketish kerak. Pastga. Yaxshi. 60 ta olamiz. Qilich yasash kerak. Va bizda kirka bor do'stlar. Kirkani ham oldik. Yaxshi, tezlash kerak. Maqsad bo'ladi. Ha, bo'ldi. Tepaga chiqamiz. Kirkamiz borligi bizga foydaga ishlaydi. Voy, nima qildik? Do'stlar, sразу pastga tushish kerak yana. Podvolga yuguramiz, podvolga. Bo'ldi, qilich endi bizga juda ham katta foyda olib keladi. Vaqtimizni tejaydi do'stlar. Sразу Yo bro, WhatsApp. Qatdan kelib qoldim endi. Kutilmagan mehmon do'stlar. Ko'rdinglar, kutilmagan mehmon kelib qoldi bizga. O'zim uchun maxsus
eshik bo'laman. Ko'prik qurib oldik. Yaxshi do'stlar, biz birinchi etapni bosib o'tdik. Ya'ni biz zombilarni tezroq o'ldira olamiz. Vau, mana qaranglar. Xushmasalam. Xushmasalam. Mayli, xushmasalarni. Keling, xushmasalam. Tez quramiz. Davay. Yaxshi, qayerga sakrayapsan? O'ldirib tashlayman. Mayli, uyga qochdik do'stlar. Bizning vaqtimiz kam qoldi. Shuning uchun biz eshikni yoptiramiz. Kuzatib qo'yamiz. Do'stlar, biz videoni shu joyda to'xtatishga majburmiz, chunki vaqtimiz cheklangan do'stlar. Mana shu videoga aytganimdek 30 ta like yig'iladigan bo'lsa, sirazi 3-chi qismini chiqaramiz do'stlar. Mayli, sizlar bilan har doimgidek Venera Minecraft bo'ldi.